Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari. Mana video chiqqan kuni 2 kun bo'lyapti mana. Birinchi terma jamoani yakibi tintuv qilib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. 8-iyun kuni Gollandiyaga mashada boryapti. Yerga urishdi, o'qishdi, keyin ayrim transport, ayrim futbolchilarni zo'r o'ynayapti. Mana degandek xuddi mana Marialni o'rtada turib baholayman, qo'rqmayman, shasidan boshqa qilmayman deyapti-da. Kimlardir qo'rqoqqa chiqarib qo'yadi. Ayrim futbolchilarni qo'rqoqqa chiqaryapti. Bu yaxshi narsa emas. Bir xilda hype deydi, bir xilda anaqa deydi. Bu yaxshi emas. Agar bu bola bilmasdan turib, farosat deymiz, yetmay turib yomonlab qo'yayotgan bo'lsa, mayli. Kim bilib turib, spesialni qo'ygandan ko'ra yomon. Yoki kimdir ssenariy yozib berib turib, endi shuncha podpисчик o'zi ham ozgina miya bo'lish kerak, to'g'ri. Ahmoq ham olib, TikTok bo'lganda ishonardim. 1 minutda bo'lsa ham. Endi tim bo'lib futbol mavzusida ozgina nimadir bo'lish kerak. Tushunish kerak, boshqa qilish kerak. Ssenariyni balki kimdir yozib berayotgan, unaqa bo'lsa, u boshqa gap. Men o'shanda qildim, o'sha kunning o'zida yomon emotsiyada jahlim chiqib ketdi. Chunki nimaga jahlim chiqib ketdi? Baribir yaxshi o'ynaydiganmi, yomon o'ynaydiganmi, bu o'zbek futbolchisida. Endi meni fikrim, kim bo'lsa ham o'zbek. Agar bu o'zbek vatan xoini yoki o'zbeklarni yomonlayverib, yoki o'zbeklarga qarshi chiqadigan bo'lsa, unda boshqa gap. Lekin men har bitta o'zbekni qanaqadir yaqin bir jigar hisobidan olaman-da. Endi meni tushuncham, meni falsafam, mana anaqam shunaqada, farosati mana ham shunga yetib boradi. Boshqacha tushunmayman. Kim qanaqa? Bir ayrimlari bor, bilmayman nimaga unaqa kerak emas-da, nima keragi bor degan savolni o'ziga nega bermaydi? O'zbek emas. Agar Amerikada haqiqatdan ham shunaqa bu o'zbekligi uchun shunaqa titkilab, tintuv qilib, qattiq asmotirdan o'tkazgan bo'lgan taqdirda bu nima keragi bor shu videolarni uzatib o'tganlar, tarqatib o'tganlar. Bular haqiqiy o'zbek deb aytolmayman. Nimaga desa, bular aytadiki, mana men jon kuydiryapman deydi. Haligi ko'rayotgan tomoshabin zritellar mo'ydilar ham bu fidoyi mana bizani gapirib chiqyapti deydi. Xo'p, gapirib chiqqaringlar, buni qo'lingdan kelib haligi o'zbeklarning yonini olib kuching yetsa, boshqa qilsan ham o'shalarga qo'shilishib bularni pastga urgan bo'lib qolasan. Rostdan kasam shunaqa bo'lsa. Endi bu yerda unaqa emas ekan. Chunki yaxshi ham o'shanda mikrofon ishlamay qolibdi. Mana hozir men qo'yaman. Bugun yana ko'raman, xuddi o'sha fikrim to'g'riligiga misol bo'ldi. Xayrullo Habibov aytayotdi, men ham shunaqa deb o'yladim, juda qattiq jahlim chiqdi dedi. Lekin Xayrullo Habibov bilan yoshi katta. O'sha paytda emotsiya bilan chiqish qilmagan, menimcha deb o'ylayman, chunki men kuzatmadim unaqa o'sha kundagi video qo'yganman. Menimcha qo'ymagan deb o'ylayman, meni fikrim. Mana bugungi videoni ko'rib qoldim. Aytayotdiki, biz ham shunaqa qilib boshida men noto'g'ri tushundim, lekin har bitta Amerikada bir xil qonun emas ekan. Hamma shtatlarda har xil tekshiruv ham shunga mos ekan. O'sha bizga tushgan joyimiz tekshiruv mashnaqa bo'lib qoldi. O'shaning uchun обращение, video обращение qilyapti. Tomoshabinlar shu video chiqib ketib qoldi, noto'g'ri tushunmaylar. O'sha videoni o'shaning uchun emotsiya deydi. Ayol kishilarda ko'pida emotsiya bo'lib, birdaniga shuni ham ko'radi. Erkak kishi ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa blogerlar narsa qilishdan ozgina sovuqqonli. Mana menda yaxshi ham bo'ldi. Men hozir ko'rsataman. Mikrofon yozmadi, u yaxshiligi bo'ldi. Allohga shukr, mana shu bo'lmasa jahl qilib haligidan balki bilmasdan suv borishi mumkin edi. Chunki o'zbek degan so'z qo'shgani uchun. Keyin qaysi ayrim bir futbolist yaxshi deyapti, ayrim bir futbolchilar qo'rqoq o'zini ayagani uchun, unaqa qilgani uchun, unaqa qilgani uchun. Unaqa desam, futbol tushunish kerak. Bo'lmasa shuncha podpисчик просто так yo'q, botlarmi? Yo'q, botlar hammasi yopilib ketgan. Menimcha men to'shni bilmayman. Или o'sha yerda bilmayman, men nimaga unaqa gap so'zsam bo'pti. Qanaqa qilib bu futbolda yurgan odam tushunmaydi, nabir tushuntirib olish kerak. Bu o'yin o'rtoqlik o'yini. Men O'zbekiston o'ynasam, bu yoqda agar bu faqat o'rtoqlik bo'lib, yaqin orada uchrashuv bo'lmaganda tushunardim. O'zbekiston bayrog'i. Lekin o'tda hali kelajak deganda bir 10 kun qoldimi, boshqa qoldimi, kerakli o'yin bor-ku. Kanishda aqlli odam o'zini ayidi-ku. Nima qilsin? Travma olib qolsa hozir
kerakli paytda o'ynolmaydi-ku, bu qo'rqoqlik demaydi, bu miyani ishlatish deydi, vatanga foydam kerakli paytda tegsin deydi. Hozir Husanimiz travma olib qolsa, mabodo borni bersa, ha? Bu nimaga dalolat beryapti? Buni juda aqlli odam ssenariy yozyapti yoki o'zi miyasini ishlatib anaqa zakaz deb o'ylayman. Bilmayman, bular chunki boshqa odam harakat qilishyapti chetdan, men u aniq shunaqa nimaga keldim, har qanaqa yo'nalishda harakat qilib berishdi, lekin O'zbekistonga aqli yetmayapti, Allohga shukr. Nimaga? Chunki bizda ilm kuchayyapti, ilmdorlarimiz ko'p. Hamma sohada ilmdorlarimiz ko'p. O'shaning uchun futbol taraflama ham harakat qilishi mumkin. Balki men nima deydi? Chunki bir marta Abraham Xitoyning aytishganda juda urushqoq, mana bu deyishganda men bitta odilona baho beraylik, chunki eshitib yurmasdim unaqa. Hozir ham men eshitayotganim, lekin eshitsa ziyon qilmaydi deb o'ylayman. Hozirgi paytdagi ahvollari faqat foyda. Nimaga desa, ilmi bor-da, ilmdor odamlarni eshitib o'tirsa, bu odam o'zgarar ekan. Men o'zgardim. Shunda ham yanada o'zimga uverin bo'ldim. Shu tushuncham, dunyo qarashim, falsafam to'g'ri ekan men o'zim anaqamda. Chunki ularning bahslari o'ta zerikib qolmaysiz, o'ta bahs ham bo'ladi yo'nalish bo'yicha. Nimaga kelajakda hayotga kerak? Misol uchun o'tda turib o'zbeklarni yomonlaydi, yomon ko'rsatadi. Mana ichindagi mana shunaqa nimalar ko'p, yomonlar ko'p, o'tda ishlaydigan mamlakatlar ko'p. Endi xullas o'zingizlar tushunasizlar, uni ko'rsanglar, bosqizsanglar. Bu bizga agar bizni bir narsalar qilib yomon ko'rib qolsak, u foyda bo'lmaydi, u zarar bo'ladi. Kimga? O'sha bizga dushmanlik qilmoqchi bo'lgan nimalar bor. Futbol sohasida ham zarar qilmoqchi bo'lishadi. Endi bizdan qo'rqishayotgandi rostdan. Bundoq qarasa ko'pchilik aytadi, futbolimiz zo'r emas edi. Hech qatda zo'r emas. Qaysi bitta xato qilmaydi? Qaysi bir Ronaldolarning yo'nalishida ular yutqizmaganmi? Zo'r bo'lsa nega yutib yutmaydi? Постоянно bir xil zo'r formada bo'lib yutib dabdala qilib tashamaydi. Futbol qirollari bo'lsa. To'g'rida ham shunaqa bo'lgan. Hamma zo'r yuturmagan. Bitta narsaga bog'liq emas. O'shaning uchun men o'shanda jahlim chiqib ketdi o'zbek anaqalarni eshitib turib, men nima bo'lganda ham ko'rdinglarmi? Videoni tarqatib olish kerak emas. Kameram bor ekan, bo'ldi ekan. Ozgina odam sal miyani ishlatish kerak. Ular bizani yerga urmoqchi bo'lgan taqdirda biz yerga urishga davom ettirmaylik. Shu nabur syomkadan qanaqa qilmaylik. Ko'p odamlar ko'radi-chi, jahli chiqadi, nafrati qo'ziydi. O'zbeklar rostdan shunaqa qilyapti. Bu hissiyot bilan o'ynash bo'ladi. Haqiqatdan keyin bo'lib qolsa, bo'lgan bo'lsa ham qo'yish yaxshi emas-da, lekin u hozir unaqa emas ekan. Hammani bir xilda tekshirilar ekan. Xullas, men yaxshi ham shunda bo'lmadi, bo'lmasa juda qattiq jahlim chiqib ketdi. Qatga qaramasang, shu o'zimizdan o'zbeklar yomonlayveradi. Bir maqsad men to'g'ri baho beraman, qo'rqmayman, hammasini haqiqat gapiraman desa, o'shalarni bundoq olib qarasa, hech qaysingiz O'zbekistonda yashamaydigan bo'ladi. Ko'pi men imini bu bolani ham tanimayman, lekin xohlardim shu o'zgarib, har bitta o'zbekni yomon, umuman yaxshi o'ynayapti, yomon o'ynadim, bitta bo'lsa ham o'zbekni yomonlamaslikka. Men o'shanda ham aytdim, qanaqa tanqid qilinadi, o'sha tanqid qilgandan keyin o'sha foyda bersa, bu faqat zarar beradi. O'ylab ko'rsa, haqiqatan ichki odam ruhiyatiga ta'sir qiladi. Uni tanishi bor ekan, bu bunaqa ekan, gap so'z haliga ruhiyatga ta'sir qiladi ekanman. Bu ta'sir qiladi, iloji yo'q. O'ylab ko'rasizlar o'zingizlar. O'shaning uchun qanaqa tanqid qilinadi? Haliga ko'rdingmi korrupsiyani? Menga yetyaptimi? To'xtat o'sha. U tepada turib olib, maymun ham gapiradi, har xil hayvonlar ham hozir gapirtirishyapti, gapiradi turib masofada. Yo'q, haqiqiy anaqa joyida turib yordam beradi vataniga. Rivojlanish futbol yo'nalishida yur, futbolingni gapir, sharhlab bo'ldi. Bo'lib qolganiga o'tma. Nima kerak bor? Futbol blogerimisan, futbolingni qil. Endi jutingni qo'polroq gapir. Nima kerak senga muammo? Agar masjidda bo'lganda demoqchiman. Sayfiy yomonlayotdi, gapingga javob berasanmi? Menga nima qilsam, solchi, men har xil anaqalar. Siz shu bolalar shu gapni gapira olmayman aka. Unaqa deb ketadi. Men misol uchun sayfiylarni hech kim tanimayman. Men yaxshi o'ynaydim, yomon o'ynaydim, lekin ishonaman shu vaqtida yordam teggan. Hozir qanaqadir balki yaxshi emasmi, yaxshimi uni biz bila olmaymiz, chunki trener ham qoladi. Fiziki podgotовкасы zo'r, qattiq zo'r narsa ekanki, shu taktikasiga tushganki olgan. U necha avlodlar o'tib ketmaydimi?
Qosimov paytda ham shu o'ynadi deb chaynash nima keragi bor? O'zbek-ku. Nima boshqa ishi yo'qmi o'zbekni chaynab? Boshqa futbolda chayna, shunchalik chaynang kelsa. Zo'r kontentni qilib, podpисчигing ko'p bo'lsa, yana nima kerak senga? Hayb nima kerak? To'ymaysan, o'zbek emas, umuman o'z odamzod to'ymaydi. Bittachi hamma millatda bor. Men buni yomon demayman, balki bilmagandir, bilgan bo'lsa bilib olish kerak. Men prosta yaxshi narsa emasligini buni yetib ketaydi. Mana hozir qarshi uchrashuvni birgalikda tomosha qilamiz. Do'stlar, kommentariyalarda mana bitta pauza qilganman, shu bola shunaqa gapirmoqchi bo'lganimda mikrofon yozilmagan. Mana bitta tekshirganlarni gapiryapti, nomini Sayfiyev gapirgan. O'sha garrasa gapirgan. Mana hozir ketyapti mana vaqt. Lekin ovoz o'ziga bo'lsa o'zi gapiradi. Qanchalik bugun biz aynan Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz. Bugungi videomizda Niderlandiya milliy terma jamoasi haqida faktlar, O'zbekiston emas, ham opit bor, ham tezlik. Bu odam fikr va fakt. Bu siyosat qilib hamma O'zbekistonni hammasi yomon, bu yaxshi aqlli hisobdan qatqadir bor vaga o'tirib, bu yoqqa kelib hal qil. Haqiqatda bo'lsa, bu futbolni nima bor bu yerda? Bu futbolga ben ko'rganman Abrom Muxtarali chaynab bir narsa urishardi. Mashinani prosta men o'rtaga xolisona ko'raychi dedim. Men qiziqmasdim siyosiy anaqasiga ham, islomiy tarafga men bu narsa gaplashish. Xolisona kirib, miyani to'g'ri bitta joyga hech kimga balaji emasman deb turib, misol chiqib turib shuni qilsangiz, shuni ko'z ko'rinar ekanda. Kim nima deyapti? Bu fakt bo'yicha, ilm bo'yicha gapiryapti. Biz ham o'zbekistonlik mutaxassis anaqamiz endi hozir blogerimiz desam to'g'ri bo'ladi. Shuni o'zlari ham aytadi, men blogerman. Ilm vashli kuchli darajada bular vashli tufta fuflo narsani ganiyat qilib yuribdi. Shuni bildimki, bu O'zbekiston auditoriyasiga o'zimga YouTube'da o'tiribman, bu menga o'xshab pul topmaydi. Nima bu interes? Bu yerda qanaqa qilib qilyapti? O'sha fikr keladi. Mana fikr bilan fakt deyapti-da, nomni qo'yib olganimdan, o'zbekcha gapirganimda haqiqiy o'zbek jonkuyari bo'lmaydi. Yoqqa borib olishni bilib olaylik. Do'ppisini kiyyapti. Alhamdulillah, astag'firullah, inshaalloh deganim bilan mana shunaqa misolcha shunaqalar bordi, shunaqa bo'lib qolmaydi. Bular hammasi o'tirib olib, shu boshida Karimovmi nimadandir yomonlikdimi, men vashli qiziqib, bunga endi hop futbolda nima bor bunga? Futbolda nima bor? Fikr olib bolalar unaqa burildi, bunaqa chiqib o'zing bitta bunda koptoni tepaga olib ilolmaysan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Semirib yotibsan. Trenировка qilib sport bilan shug'ullan, sport nimaligini bilmaysan. Nima senga kim qo'yibdi gapirishni? Umuman bunaqa. Bilmadim, men yomon shu bilan ko'rsam asabim buzilib ketyapti. O'sha kuni yaxshi ham mikrofon yozmabdi. Endi mikrofon professional bo'lganda balki yana qilardi. Endi bular обычный bo'lganiga, mana bular nima fikr va faktni ish qilib bilib-bilmay reklama qilib qo'yamiz. Mana sekin yaxshi emas bu. Undan ko'ra men ko'pchilik odamlarga yoqyapti, yomonlayapti, bo'ldi, yaxshi edi deb. Bilib mana aytolmayman, kamchilik bor edi. Mashina turib ham gapiraveramiz biz. Mana men o'zim ishxonada davlat ishlashim, ishxonada ishlayman, o'zing ham biladi rahbarlar. Men qo'rqadigan joyim yo'q, O'zbekiston vashi chotki. Demokratiya bor, ondan to'g'ri yo'dir, hozir kuchayib ketyapti. Yillar-yilga biz oshamiz, hamma narsani so'qamiz. Bular o'tira oladi, nimani fufloni taqat qiladi. Indamay yana ko'p eshitib o'tiradi shuni. Hali ham ko'pda men shundan jahlim chiqib ketdi. Hali ham o'zbek auditoriya bor, mashqulo yalpaytirib olib, bamlaqil lavon ilib fuflo gaplarni qilib, nayrang uchib. Ularning maktabi bor, uni etmayman, mana o'zi bilasizlar, bu shunaqa maktabni bir anaqasini bizga uqtirishmoqchi bo'lyapti, lekin bizda yaxshi ham shunaqa ilmdorlar bor, yaqinlasha olmaysan. Bor o'sha yerda o'ynalari. O'shada qilib beryaptim, o'sha tarafda yuriblaring, biz ham O'zbekiston, Xudo xohlasa o'zbeklar kuchayadi, bundan keyin umuman yaqinlasha olmaysan. Hech narsa qila olmading, endi futbolga kelib futbolda boshlayapsan shu narsani. Bani sandagi o'zbek emassan sanlar. San haqiqiy o'zbek emassan. Pasportingga yozganimdan erkak deganimdan erkak bo'lavermaydi misol uchun. Pasportlarga ko'p narsa yozib beradi-ku misol uchun.
pasportingdan yo'q bo'lib ketgansan. Bitta bu emas, bunga o'xshagan tiqqili yozibdi. Men misolchim ko'rmanda bo'lmagan. Bitta odamni yomon ko'rib qolganimni, ves anaqa yomon deyish mumkin emas. Yoki futbol taraflama olsam, bitta futbolist bunga yomon deb qo'ygan bo'lsa, so'kib qo'ygan bo'lsa, agar mabodo bu narsasi yoqmagan bo'lsa, bo'ldi, endi hamma yomon bo'lib qolmaydi. Mana bu yerda ham rosa gapirgan. Tezligi sal pasaydim olib qo'yadi, yoshni tushiradi. Bizda yoshga ishonish yo'q. Tez bo'lgan bilan ong'i yo'q bunda. Yosh bola deydi, yuguraveradi. Ana, yoshlarni qo'yish kerak. Yosh bola da bizda unaqa qilmaydi, do'st. Yoshlik ishonch shu. Ahmoq, nima deganing bu? Ko'p-katta kishi o'yla unaqa pul topdi. Ko'pchilik bilmaydi, men bilib turibman. O'zbek auditoriyaga gapirolsam, pul tushmayapti hozir. O'z masalan, men ishlayapman, pul tushmaydi. Arzimagan pul tushadi, to'g'ri. Pul buni orqasidan yashamayapti. Bu yerda nima naf bunga? Yomonlar bir-biriga yomon ko'rsatish. Bu yerda zakasi bor. Keyin aytasizlar, bu O'zbekistonga ishlaydi, davlatga ishlaydi. Bitta narsa aytaymi? Addushi mujiki. Mana. Bularga o'sha madana u gapirma, mujikcha gapiradigan bo'lsak, kimgadir ishlashi shart. Undan ko'ra bor, anti kimlargadir bilib, shakal bo'lib ishlagandan ko'ra, undan ko'ra davlatingga ishlaganing yaxshi. Bu joyda aytaman, javob ham beraman. Unaqa ularga o'xshab kimga ishlaydi? Bu kim birov qo'yib qo'yadi buni. Buni gapirishga. Nima Turkiyada turibdi, mana shu bola. Turkiyada buni qo'yib qo'yishadi. Abrom Muxtorali to'g'ri aytdi o'sha gapni. Haqiqatan mana fakt bilan gapiryapti. Bu bo'lmasa kanallarga qo'yib qo'ymagan, la adolat, bizda hamma narsa fakt. Men unaqa o'shancha ismda bog'liq emas-da qo'yganim. Bular fakt va fikrlar. Faktda asar yo'q. Faqat ruhli. Lahmach deydimi? O'zi lahmachilar bular qanaqa. Kimdir aytadi, shuni bajaradi. Bo'ldi, o'zini anaqasi yo'q bu. Boshqa, men boshqacha tushunmadim buni. Dan o'zingizlar bilasizlar, eshituvinglar. Prosta o'zbek degan nominglar bor yoki akkauntinglar shundan kiryapsizlar yoki mana shunday qilyapsizlar. Endi o'zbek degan narsani ishlatmaydi. Mard bo'linglar-da. Men millatim yo'q deydi. Mana mujik bo'la olmaydi bunaqalarga. Sal bo'lsa inson degan anaqilar bor, inson degan. Qolganlarni hurmat qilish uchun ham mana shu anaqa vakiliman, mana shu millat vakiliman demalari chunki haligilar jahli chiqib ketadi menga o'sha. Hech ham biz hali haqiqiy o'zbek emaslar, haqiqiy o'zbek odam o'zini aka-ukasini, birodarini ko'rsa, ilmi yaxshi bo'lsa, ilmi, ma'rifati yuqoriga yuksalayotgan inson bo'lsa, shu narsani pastga yanada urmaydi. O'zinglar bilasizlar, bunaqa narsa bilmayman. Futbolingni qil, nima qilasan, uni yomonlab, buni yomonlab, hayb. Boshqasi ham bo'ladi-yu, nima kerak bor o'zbeklarni anaqa chiqib. Lekin o'zbek ham haqiqatan shularni kirib, auditoriyasini prosmotr qilib, anaqa like bosib, adashib qolmaydi. Ehtiyot bo'laydi, men bilmadim, lekin men o'zim mana Luboyga kelsam, men Ostakasam Toshkentda O'zbekistonda yashayapman. Hamma taraflama yo'latishda ishlayapman. Harakat qilsang bo'ladi. O'zbekimiz Alloh barakasini berib qo'yadi. Kimdandir xafa bo'lib, o'zing xalqing mashnaqa bo'lib yuribsanlar-ku, mana chaynab bir-biringni bir narsa qilib chet eldagi Qirg'izistonmi, rus zabonida bizani podeshixotda anaqa yuribsanlar, yana nima qilib bersin senga? Tag'in ham bizga shikalat sharoit bo'lib turibdi. Men bu paxta qo'yishimiz haqiqatni gapiryapman. Biz musulmonmiz. Bunaqa feelingga hamma odamlar o'shanga like berib, o'sha qo'llab-quvvatlayotganini aytayapman. Shu o'zbeklar yomonlab turib, "Ha, to'g'ri, sayt bunaqa, mana unisi bunaqa." Chiqsan tep bo'lmasa, tep olmayotgan ekan. Aqling yetmaydi, abzada kirib chiqarmaydi. Chiqar shuni qil. Fuflochi erkakmisan, erkak gapir deb qil shu narsani. Chiqib olib mamtana qilasan. Xullas, o'shaning uchun esladim, yana asab bizda deyapti. Ko'rishguncha bugundan xudo xolisa futbol boshlanadi. Harakat qilamiz olib berishga, lekin polni hech kim olib bermaydi. Ana kunlari ham hech kim olib bermayapti, reportajni. Blok degan narsa bor, boshqa degan narsa bor. Baribir yopib qo'yadi. Blokdan qo'rqish yo'q. Va yopib qo'yadi. Va o'sha bir ikkita aytganimdan keyin yozishda kommentga bittasi olib beryapti. Bittasi olib beryapti. Keyin olib berish boshlashdi, chunki mana международный narsalarga olib bersanglar blokka tushirib qo'yadi. O'rtoqlikda 50-50 da, o'rtoqlik chunki unaqa anaqasi yo'q.
o'rtoqlik olib berayotganda bir anaqasi yo'q, xavfli. Faqat tanaffus paytida yoki bir narsa deyotganda shu muzikalar yoki bir narsada avtorskiy kelib qolishi mumkin. Endi o'rtoqlarni ham смотря qarash kerak-da, uni o'rganish kerak. Bir xil joylarda o'rtoqlik uzatadi-da efirni. Lekin o'rtoq endi qiyin vaziyat bo'lsa ham bir xilda o'sha signaldan, videosidan o'sha avtorskiyni yozib qo'yadi. O'sha hamma joyda avtorskiysi bor. YouTube ham shunga qarab, tim bo'li sun'iy intellekt blok o'chirib qo'yadi. Mani ko'rishguncha bugun Xudo xolasa jonli efir qilamiz. Faqat 100% ano polniy podcast bo'ladi deya olmayman, lekin harakat qilamiz. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik o'zbeklar. Agar bu Xudo xolasa prosmotr olib ketsa, shu qanaqadir foydam teggan bo'lsa, kimlargadir ko'pchilik o'zgarmaydi, qalb qorayib ketadi, boshqa bo'lib ketadi. Faqat yomonlikka o'tib qolgan odamni qaytarish qiyin. Lekin bo'lsa bo'lib turgan odamga biz bir-birimizga eslatishimiz kerak. Negativ, yomonlik, o'ting bo'li, o'zbek o'zingni hamyurting, bitta dindoshingni, birodaringni yomonlash, boshqa qilib hamma yurtga sharmanda qilish bu yaxshi emas. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz. Xudo xolasa yana futbol uchrashuvlarda futbol anaqalarni ko'ringlar. Bizning YouTube Shomurodovlar, Fayzullayevlar va Mirjalol Qosimov, Murodjon Abdurahimov hamma videolar, kontentlar bor. Qayerda shu internetdan olib fakt real deb poisk beramiz. Real anaqaga asoslangan bo'yicha izlanadi. O'shani olib kontent qilib sizlarga bitta qilib to'plab beramiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Har xil fitnalar ko'p. Allohning o'zi hammamizni asrasin. Ko'rishguncha.